Biz aytamiz, bir narsa bo'ldimi? Demak, Alloh taqdiri yozgan edi. Bir narsa bo'lmadimi? Demak, Alloh shu narsani yozgan edi. Alloh xohlagani uchun bo'ldi, Alloh xohlamagan uchun bo'lmadi. Demak, orqasida nima bor buni? Buni bir hikmati bor. Shu so'z bizni qalbimizga taskin beradi. Buni bir hikmati bor. Keyin ko'rinadi. Yaxshi ham uylanmaganim shungachi. Mana qo'yib ketdi. Yaxshi ham o'sha reysda bormay qolganim, samolyot yonib ketdi. Ungacha rasa jirilagansiz, mana shu reysdan qoldim, shu samolyotga chiqa olmadim, moncha pul topib kelar edim. Keyin bilsa samolyot qo'nmabdi nariyoqqa boribchi. Bu faqat mo'minda bo'ladi. Yaxshilik kelsa ham alhamdulillah deydi. Unga yoqmaydigan ish kelsa ham alhamdulillah. Chunki buning orqasida nima bor? Buni bir hikmati bor deydi. Vallohul mu'ti, Alloh ato qiluvchi bo'lgan zot. Rasululloh aytadilar, bu hadis Imom Muslimdan, Abu Hurayra roziyallohu